Realni savdosini aytaman aka. Boshqa gap sig'maydi. Sut qo'zi sotilyapti, dangaligida aka. Realni versiya. 2,5 million sotilayotgan sut qo'zilarda aka 5 oy, 4 oydan beri yemin yeb turgan qo'zi qo'chqonlarimda aka foyda qolib ketgan. Bugun bitta yaxshi odamni xursand qilaman. 2 million 700 ming olsa maza qilsin. Alloh barakasini bersin. Mana haqiqiy optim joylarda, mana pensionerlarga, mana shu yerga Bekzodbek otangga rahmat deb ko'nglingizcha bitta like tugmasini bo'laveradi aka. Keyin yana bitta gapim, 12 ta viloyatni bozoriga solishtirsin. Uylariga olib borib ham hanib turing. YouTube'dagi borki kanaldagi narxlarni ko'rsin. 12 ta viloyatni bozorini aynab ko'rsin. Bir kishi maza qilib oladi, ziyon qilsa ziyoni meni bo'ynimda aka. Ziyon qilsa meni bo'ynimda ziyon. Urg'och variantida Alloh umringizdan bersa 10 yil, 12 yil, kami ham 8 yil bolasini olaman degan ko'klarimizga birinchi bolasini niyat qilasizlar mana jonivor. Zaminimizda bugun o'ta arzon narxda Bekzodbek deymiz-ku. Trendda bo'ladi bugun aka. Doq qolasa Bekzodbek arzonchidan o'ta arzon narxda qo'yib beraman aka. 3 partiya qo'y chiqadi. Buni soni asli ko'pida aka. Yengil sotdik. Bu yog'ini bor, shunday pul bo'shashiga beramanki, o'ta arzon narxda beraman. Shunda ham qo'zladi, go'zallari, nomer adillari chiqadi. Ko'rib turibsiz, bitta like tirsitkizib olsang, narx arzon bo'ladi aka. Assalomu alaykum. Zaminus kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube ishqibozlari, hurmatli aka-ukalar, akalar, bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida o'sha arzonchi 2025-26-yil trenddagi Bekzodbek ukamizni qo'y firmasiga akalar, bugun katta partiyalarimiz yetib kelgandi, qo'ldan kelganicha savdosi kelib akalar, savdosi bo'lib ketdi. Shuning uchun qolgan 3 partiyasini ma'noli mazmunli qilib siz obunachilar uchun qo'ldan kelganicha yotib berishga harakat qilamiz. Narx akalar, pul bo'shashiga, tugatishga yengil qilib beramanlar. Siz isbotlar videoni oxirigacha ko'rib turing, bitta like deb bosib turing, bular fonda ma'lumotini o'zlariga olishga harakat qilamiz. Videomiz manfaatli bo'lsa, bitta like deb bosib, kanalimizga obuna qo'yasiz. Hurmatli obunachilar, podpiskani bosib, qo'ng'iroqcha ustiga bosib, birinchiga o'tkazib qo'ysalar, shu video sizlarga birinchilardan yetib boradi. Shezamin aka, assalomu alaykum. Kevoldingizmi aka? Bugunga mana obunachilaringizga o'zlariga narxini tashab qo'yaylik. Shu qo'ylar nech pul qo'yilayotganini, nech pul sotilayotganini kommentariyaga yozib qo'ysa ham bo'laveradi. Hop, Qirg'izistonda sariq qo'zisi, bunaqa zoti, bunaqa liniyasi, bunaqa hop tez o'zgaruvchan qo'y hozirgi paytda Qirg'izistonda qo'y bo'lib qoldi aka. Hop, shuni o'zlari inobatga olingan holatda bunaqa narxda bunaqa qo'y 100% tilimga javob beraman. Bunaqa narxda qo'y chiqmaydi. Hozir qo'yadigan narximda aka. Alloh rozi bo'lsin. Muhimi Bekzodbek arzon qo'ysangiz, maza qilinsin. Ozgina 3 partiya. Xudo olsa hammasi qo'chqora Bekzodbek. Qo'chqor aka. Lekin narxini tanib turing. 500 ta kuniga qo'y qo'yadigan odamni arzon qilib beraman. 500 ta. Eng kam 500 ta qo'y chiqaraman bir kunda degan odamni arzon qilib beraman aka. Birinchi partiyamizga nechta aka? Birinchi partiyamizga soni 15 ta aka. Hammasi birin, bir cho'pon, qo'chqor, ichida sovlig'i, pichimasi yo'q. Sovliqlari ham chiqadi, buni sovliqlari ham aka. Buni sovliqlari ham bor. Uni dohasi ikkinchi partiyaga qo'yamiz. Bo'ldi. Hop, hozirgi aka buni soni 15 ta, yosh oyliklari 6-7 oylik, yerdan balandligi hop 70-75 ga beraman aka. 70-75 gacha mana jonivordagi. Birinchi o'ndagilar uzunliklariga, kastak quyruqlariga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Hammasi novotlardan olaman degan akalarimizga qo'chqor varianti bu birinchi partiyamiz. Biz ikkinchi variantiga urg'och variantlardan ham chiqamiz. Bekzodbek soni nechta? Hop, buni soni aka 15 ta. 15 ta. Hozir 2 marta aytdim, endi yana qaytarib aytdik. Bo'ylarini aytdim. Ha, bo'ldi. Hop. Yebichar sinovini qilib berasiz. Yebichar sinoviga aka sog'lik salomatligiga bundan emas. Har qo'yilgan videomizdagi har bitta qo'yga garantiyasini beraman aka, yebicharga. Ko'ngil to'q qiling. Ammo akalar oldi ketuvdan to'lovni boshlavergan shu 6 oylik, rasman 6 oylikka o'tgani ham bor ekan. Misol plus minusda deyapsiz 6 oylik. Aha. Buni endi bitta obunachimiz olsin, bir nimasi pensionerlarimiz, hojakan, hojonalarimiz o'lsa ham arzonroq berib olib, maza qilsin uka. Bugun haqiqiy pensioner aka 1000 so'mlar yig'ilgan hojotolamga beraman. Shunday arzon bo'ladi. Otangga rahmat Bekzod. Gap yo'q, gazini bosib deb qo'ysin-da, chunki kanalingizdan ichidan qo'yganim yo'q. Bunaqa arzoni bugun xudo xolasa bitta bo'ladi. Qanchadan? 4 millionning pastida bo'ladi. 4 millionning ustida qo'yilyapti, 4 millionning ustida sotilyapti shu qo'y. 4 millionning pastida bo'ladi. Bitta narx ayting, maza qilsa olgan odam. So'ramaydigan. Aka, 4 milliondan 100 ming o'tib berdim. Obunachilaringizga yana 100 ming o'tib berdim deb ssenariy qilish kerak yo'q. Bitta narx aytaman, talashilmaydi. Kuni ko'targan odam barakah. 2 million 700 mingni olsa maza qilsa olgan. 2 million 700 da. Bunaqasi hadban bo'lmaydi aka. Mana narx, mana haqiqiy optim joylarda, mana pensionerlarga 3 million 700 ming so'mdan kelar. Olib maza qilaman degan akalarimizga 15 dona qo'chqor
o'zi buni bir kishi olib beradi. Agar 15 ta qo'y olaman deb yurgan odam kechroq ko'rib qo'ymasa shu videoda aka. Bir kishi maza qilib oladi, ziyon qilsa ziyoni meni bo'ynimda aka. Ziyon qilsa meni bo'ynimda ziyoni. Bunaqa arzoni xudo xolasa aka, mana men sizga va'da beraman. Xudo xolasa bizda bo'ladi aka. Zo'r. Maza qilsa odam aka. Obunachilar yengil bahos 4 million sotilyapti turgan qo'chqorlar. Akalar Novot Oqyuzoq quloqlarda 3 million 700 ming so'mdan. Mana shu yerga Bekzodbek otangga rahmat deb ko'nglingizcha bitta like tugmasini bo'laveradi aka. Keyin yana bitta gapim, 12 ta viloyatni bozoriga solishtirsin. Uylariga olib borib ham hanib turing. YouTube'dagi borki kanaldagi narxlarni ko'rsin. 12 ta viloyatni bozorini aynab ko'rsin. Shu narxda 3 million 700 ming agar shu qo'y bo'lsa, mana 15 ta qo'yga bir so'm pul bermayapti bolasi. Barakasi. Mana shunchalik va'da berib sotyapman aka. Xotirjam juda zo'r variant. qo'y o'zini o'zi oqlaydi aka, xotirjam oqlaydi. Dastlabki qayergacha bo'ladi Bekzod? Dastlabki shu Namangandan aka 12 ta viloyatga dastlabkasi bor. Samarqandgacha bo'lgan besplat. Bo'laveradi aka. Hurmatli obunachilar, Samarqandgacha bo'lgan dastlabkasi besplatni donalabga ham savdosi va imkoniyatingiz bo'lsa buzmay olishingizni tavsiya qilamiz akalar. Aloqachiga hamma narxi, navosi zo'r chiqdi. Svetlari yaxshi, hammasi sog'lom, to'rpanchasini tekshirib, yeb ishlab ko'rib, xotirjamlik ila pulini sanab bering. Mana sizga 3 oy, 4 oyda chiroyli rezultat ko'raman degan ko'kalarimizga tavsiya qilamiz. Bu birinchi partiyamiz, ikkinchi partiyalarni olib chiqamiz. Hurmatli obunachi, ikkinchi partiyamizga urg'ochi variantida Alloh umringizdan bersa 10 yil, 12 yil, kami ham 8 yil bolasini olaman degan ko'kalarimizga birinchi bolasini niyat qilasizlar mana jonivor. Xudo xolasa sentyabr, oktyabr oylariga qochsa 2027-yil oldiga bitirib bolasini quchoqlaydi. Bekzodbek soni nechta? Buni soni aka hop 11 ta. 3 ta sovliq, hop 8 tasi qo'chqor aka. 3 dona urg'ochisi bor akalar, mana sizlarga. Changlatgani qo'shib qo'yilgan 8 donasi qo'chqor. Bular yoshlar necha oylikka beramiz? Aka, bular yosh oyligini ham 6-7 oylikka beraveramiz. Hamma bularni ham suyak sorti o'ta ham chiroyli ekan. Birinchi partiyamizdan suyak jicha kattaroq ekan deb ham qo'shyapsan aka. Yo, suyak yaxshi ekan, ammo bu deyarli oq chiroq qaymoq rang ekan. Ha, qaymoq rang bular aka. Cho'kka tellasi bor ekan, mana jonivor. Buni ham ichida bitta qorasi bor. Oq, sariq keladi, hozir qaymoq ranglardan ham kelyapti ekan. Bo'ldi, keladi. Gap sizga. Har xil rangdan. Yoshlar necha oylikka beramiz? Ha, bularda aka yosh oyligini sen orqaroqda yurjing. Buni aka yosh oyligini shu 6-7 oylikka beraman. Ha, bo'ylarini? Ha, bo'ylari shu o'rtacha 70-75 ga oshaveradi aka. 70 dan oshiq akaramizga bonus. Nima dedingiz? Juda ma'qul-da. 10 bittasini bitta obunachimiz olib mazza qilib qo'yib, o'sha haqiqiy pensionerlar boqsin. Bitta narx aytib uka, doddivorsin eshitgan odam. Kelishda beraymi? Ha, bitta narx aytib uka. Kino ishlash kerak yo'q. Kino ishlash kerak yo'q. 4 millionga mana aka 200 mingdan kam bersin mana kino. 38 da. 3 million 800 mingdan olgan odam mazza qilsin. Telefon qilib bir joyga hayrini qilib berasiz. Aka, bir joyga 10 ta 11 ta olaman yurgan odam shashil telefon qilasin. Qo'yim yo'qmasa aka deb turing. Qo'yimni bekarga yoppasin, 3 million 700 dan beraman bo'ldi. Barakasini bersin. Boshqa gap sig'maydi. Mana hurmatli obunachilar, 3 million 700 ming so'mdan akalar olib mazza qilaman degan ko'klarimizga. Yengil bahosi 4 million sotilyapti shu qo'chqor. Birinchi partiya bilan bir xil, birosta sveti, o sap sariqni yig'ilgan. Bu svitnolar, ya'ni oq chiroq qaymoq rang sveti. Aka, birinchi partiyamni, ikkinchi partiyamni bitta qolaman degan odamga ham 2 bitta qilib jo'nataveraman. Kerak bo'lsa bu qo'y ustunlik qiladi undan aka. To'g'ri. Suyak tomonidan suyakliroq ekan jonivorlar. Akalar, bu ikkinchi partiya, buni ham xohlasangiz urg'ochini oling, xohlasangiz qo'chqorni faqat bir joyga olish mumkin. Ha, yana bir narsa shezamda aka. Sovlig'ini o'zini olaman deganga 3 million 800 mingdan bular narxi kami yo'q. Qo'chqorni ham tanlab olish 3 million 800, birinchi partiyani ham ikkinchi partiyani tanlab olish 3 million 800. 100 ming so'm puli tanlab olgan bo'ldi aka, gap boshqa gap bo'lmaydi. Mana gap akalar, 100 ming so'm tayyor pulisiga, ya'ni tanlab olganingizga, oyoqda tortganingizga. Ammo aka, bular ham olib ketib turayotgan variantlar. Bular ham ishonimli joydan akalar. Toza qonli akalar, urg'ochi qo'chqor variantidan. Bu ikkinchi partiyamiz, hurmatli obunachilar. Biz uchinchi partiyamizga 3 million deb pastda dedingiz, aka. 3 million deb pastda anib turing. Qo'y qo'yib beraman, yemini yeb turgan qo'yni qo'yib beraman. 3 million deb pastda. Ha, 3 million deb pastda. Yo'q, sut qo'zi emas. Hop, eng arzon qo'y hozir 2 million 400 2,5 million qo'yilyapti ekan. To'g'ri, undan jicha qimmatroq bo'lishi mumkin. Lekin u qo'yda 3 oy boqsa shuna bo'ladigan qo'yib beraman. Siz hozir 2 million, 3 milliondan pastiga yem yeb turgan. Pastida 2,5 millionni jicha ustida qo'yib beraman. Barakasini bersin, gapsiz yo'q. 3-chi partiyamizga bir o'ylab pensangiz puliga 4 ta 5 ta kilo uradigan akalar. Bixariski qo'chqorlarimiz akalar. Nechta Erzodbek? Buni soni aka 14 dona. 14 dona qo'chqor variantida. Qo'chqor variantida. Osh qo'ydi bittasini ushagini aslidek ushlashing. Mana akalar. Bos. Go'sht yo'nalishiga, zot yo'nalishiga boqaman degan ko'klar, go'sht yo'nalishiga. Aka, bir 15 kundan ham uyimda yemimni yeb turgan qo'y, 15 ga 20 kundan, mana qarang etini. Bu qarang. Hozir ham mashq qo'y so'ysa 15 kilo 20 kilo go'shti bor aka. Xotirjam 20 kilo go'shti bor. 15 ta dedingizmi sonni? 14 ta aka. 14 ta bo'ladi yoshi. Oldi 5 oylik ham shekilli. Ha, oldi 5 oylik ham aka, hop.
4 oylik qoling mana akalar. 15 Xotirjam aka go'shuni olishida kilani yoradigan qo'yiladi xolasa aka. Ama haqiqiy puli arzonida so'ragan ko'kalarimizga hurmatli obunachilar, sut qo'zi 2,5 million bo'lyapti. 5 oylik qo'zi mana, 5 oy 4 oylik qo'zini narxi akalar bugun sensasiya. Oling maza qilasiz. Uka bo'yi necha bo'ladi? Bu 65 70 a? Bo'yinmi? Metrimiz bormi Asilbek? Metr abi. Metrda bor. Bitta yapgacha aka, ungacha bitta qo'ydi ko'rsatib turing aka. Hop, buni yosh oyliklarning o'rtacha aka 5 oylik 6 oylikka beraman. Hop, ichida aka qarang, bor. Bitta, ikkita, 3 ta. Bu 4 dona qo'y aka, Buxariyskiy qo'y bor, Metis qo'y. Qolgani hop o'zimizni mana aka. Olib qo'ying. O'zimizni hisobi qo'yiladi aka. Oling maza qilasiz hurmatli obunachilar, ammo narxini eshiting. Tushuning, mana akalar. 4-5 oy boqsa, chiroyli foyda qilaman degan ko'kalarimizga tavsiya qilamiz. Mana qo'yladi qarang aka. Mana shu qo'ydi eng arzoni qo'ysa ham aka 3 million 700, 3 million 600 qo'yapti. Menga aka bu qo'y bor, foydamga qolib ketgan qo'y. Arzon berib beraman deb shunga aytdim aka. Mana metrni bering. Shuni qarang. Mana qarang aka mana bo'yini. Bo'yini bismillah mana o'lchab beraman aka. 73 74. 70 plus jonivor Qarang. Keling aka buni oyog'ini ko'tarma aka. Realni ketsin. Qo'yma. Ko'tarmayapti shu. Bo'ldi, o'zi ko'taryaptimi? Sen ko'tarmayapti. 72. 70. Ikkisini nima qarang. Ha, bo'pti bekarga. Ama 70 plus. 70 plus minus. Bo'ldi, 70 plus. 65 plus olasan. Aka 50 plusga maosh olsin. 50 lik qo'y narxida beraman. Mana narxini essangiz akalar bor, maza qilib olasiz. Obuna qo'yish naqalardan birinchilardan ko'rishga, uspet olishga Mana aka, mana shunaqasi bor mana. Bir ko'rsatib qo'ying, bitta, ikkita. Shaxlimi? Ha. Hop, shaxlisi 2, metisi bor bir. 2-3 ta metisi bor aka. Ha, qolgani hop, go'sht yo'nalishida bular. go'sht yo'nalishiga vaqtishaveradi. Narx qanchadan Bekzodbek? Hop, buni aka narxini o'zingiz aytib qo'ydingiz. 3 millionda pastda, 2,5 million ustida. Ha. Endi ham arzon bo'ldimi aka? Bitta endi like bosing. Oxirigacha bosmagan bo'lsangiz, Ayting. Telefonga baraka desam 1 so'm tushib bermang uka. Sut qo'zi 2,5 million bo'ldi aka, menga qarang, bu foydaga qolib ketgan narsa edimi? 3 million, 3 million 2, 3 million 300 qilib sotsam ham maza qilib sotishim mumkindir aka. Lekin sizni kanalingiz rivoji uchun o'zimda aka bir yurakdan qo'y sotish niyatim bor-da. Qancha? 200 ming o'tib beraman 3 milliondan. Yana 100 mingdan tashlab bering uka. Marto'lik. Ha, joningiz bor sizni. Ha, endi aka mashq qo'yish. Qo'pol aytganda aka bu qo'yda ko'rsatdi. Mana shu qo'yda aka dehqon bozorga olib chiqsa aka 4 million narx aytib o'tiribdi-da. To'g'ri, endi optim degan joyingiz bor. Bo'ldi aka, sizlaringizning sinmaydi, mayli, bo'pti 3 million 700 mingdan beraveraman, aytdimi? Menga bu qolib ketgan qo'y aka. Bo'ldi 2 million 700 dan. Barakasini bersin. Donalab ham savdosi bor. Donalab ham 5 ta 4 ta savdosi bor, lekin iloji boricha buni optim sotaman. Donalab aka, bilasiz, vaqt o'tib ketib qoladi. Hurmatli obunachilar, 2 million 700 ming so'm akalar qancha premiumni akalar hozir 14 ta qo'yilyapti. 200 dollar neriverdan chiqyapti. 200 dollar neriverdan. Mana shu yerga Bekzodbek otangga rahmat. Bitta like bosib qo'y. 70 plus minus. Qo'chqor. 200 dollar neriverdi akalar. Namangan To'raqo'rg'on Saroy qishlog'ida o'sha arzonchi Bekzodbek ukamiz qo'yib bermadi. Akalar to'g'risini aytaymi, imkoniyat bo'ldi o'zim olib qo'yardim. 2 million 700 ming so'mdan zo'r bo'ldi akalar. Sal jichcha boqib akalar 4 million 5 milliondan sotasiz oldin akalar buni. Badani ham zo'r ekan. Bekzodbek xudo xohlasa dastlabki qilib berasiz uka. Dastlabkasini qilib beraman. Aka, realni oladigan odam bo'lsa 15 tasini bir joyda oldim deganga aka, maza qilsin og'a odam. Ishonay, buni ichidan saralab turib 10 tasini alohida qilib chiqarsam 32 33 ham sotaman-da. O'shancha aka, bir tekisda ketsin, bitta odam olsin, 2 million 700 da maza qilsin. Mana sen gap yo'q. Hurmatli obunachilar, kanalimizdan uzoqlashmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.